Assalomu alaykum. Siz bugun ham tug'ilgan kuningizmi deyman a? Yo'q, shunchaki restoran yonidan o'tib ketayotgandim. Shirinlik yegim kelib qolib kirdim. Qarang, bizdan sal pastroqda shunaqa zo'r shirinlik pishiradigan joy bor. U yoqda narxi ancha arzon. Mazza qilib shirinlik yeysiz. Nima qilib bu yoqda qimmat bo'lsa? Bir kunlik ishlagan pulingizga qorningizni to'ydirmaydigan oddiy shirinlik sotib olmoqchimisiz? To'g'risini aytsam, men shirinlik uchun kirmadim. Unda ovqat yemoqchimisiz? Yo'q. Sizni telefon raqamingizni so'ramoqchi edim. Buni iloji yo'q. Siz bilan yaxshi munosabatda bo'lganim sababi mehnatingizni hurmat qilganim. Iltimos, endi keting. Men mijozlarga qarashim kerak. Laylo, Voy, yana sizmi? tasodif qarang. Ikkalamiz ham bir xil vaqtda ishdan qaytar ekanmiz. Qarang-a, balki qo'shni ham turamiz. Afsuski qo'shni turmasa kerak, chunki men shahar chetroqda turaman. Yaxshi. Nima bo'ldi? Nimadir yo'qotdingizmi? Telefonim yo'q. Voy. Yaqinda olgandim. Yangi telefon edi-ya. Mabodo telefoningizni ish joyida qoldirgandirsiz. Yo'q, telefonimni olib cho'nchagimga solganim aniq esimda. Yo'q, unga o'g'irlab oldimkina. Shuncha pulga olgandim-da. Iltimos, shundoq telefoningizni berib turing. Bo'ldi, xo'p. Voy. Ana, bo'ldi. Telefoningiz o'zingizda ekan-u. To'xting. Siz meni raqamni olish uchun ataylab shunaqa qildingizmi? O'zingiz aytdingiz-ku. Nimanidir haqiqatan xohlagan odam albatta ilojini qiladi. Boring-e.